2017-yili Chicago universitetidagi biz Soda institutininki iqtisodshunosi Richard Sale o'zining no'qish nazariyasi bilan Nobel iqtisod mukofotiga erishdi. No'qish nazariyasi nima deydi? No'qish degan gapni tushunasizlar. Bunday ish. Bu bizning tilimizdagi aqlga ishorat nodonga juvalduruz degan gapning ilmiy shaklda ifodalanishi. No'qish nazariyasi nima deydi? Asosli ta'limoti bunda. Biz bir yiqimliq, sevimlilik yoki do'stona bir ishorat orqali atrofimizdagi kishilarningki hayotda to'g'ri, foydali qaror chiqarishiga turtki bo'la olamiz. Ya'ni ularning hayotdagi tanlashini o'zgartirishga yordam qila olamiz deydi. Men bu xil qarashni intayin to'g'ri deb qarayman. Egilik tiklash melodiyasi degan kitobimda no'qish nazariyasini men tanishtirdim. Bizning bu turimiz egilik tiklash va tijorat taraqqiyot turi, mana qaranglar. Buning asosli qilig'ini nima desa, sizlarni intayin qizg'in, samimiy holda bir o'qib qo'yish. O'zinglarni bayqishinglarga, o'zinglarni bilishinglarga mush kurslar orqali biz yordam qila olganligimizga ishonamiz. Qadimgi zamonda Misrning al-ihramlariga yozilgan o'zingni tonuv deydigan so'z bor. O'zini tonish nihoyatda murakkab jarayon. To'xtamay izlanish, o'rganish, harakatni tatbiqlash hayotida qo'llanish orqali bu ishlar amalga oshadi. Shunga bu kurslar, bu darslar, bu so'zlayotgan so'zlar faqat sizlarga nisbatan bir ishorat. O'zinglarni bayqanglar, o'zinglarni bilinglar. Mana shuning uchun har birimizda muayyan bir talant, ma dunyoda yashashga tegishli faculty deb qo'yamiz inglizda, iqtidor bor. Ammo gap shuni bayqashda. Go'har yotidi sayda, bayqamasang nim foyda deydi. Eng avval o'zimizning qalbini, o'zimizdagi qobiliyatlarni ichishni bilaylik. Men hammanglarda shu xil qobiliyatlarning borligiga ishonaman. Uningdan sirt yana bir mutafakkirning degan gapi bor, yozuvchining degan gapi bor. Bir samimiy aytilgan so'z, xalqlik payti berilgan tavsiya, yordam odamning hayotini o'zgartirdi deydigan bir qarashdir bor. Men buni ishonaman. Ya'ni yaxshilik bilan, muhabbat bilan, hurmat bilan ko'rsatilgan to'g'ri bir tanlash yoki yo'l nurg'un odamlarning hayotini o'zgartirdi. Men yana o'ziga tayinib ish ko'rish degan gapni intayin yaxshi ko'raman. Bu odamning mustaqilligi, bir jamoatning erkinligi eng avval bir shaxsning o'zininki mustaqil ruh bilan, mustaqil tafakkur bilan masalalarni kuzatishi, hayotni qamdab elib menish ifodalaydi. Bu mening qarashim. Bu kichiklikda buyuklik degan gap shu. Cho'ng narsaga eslab olmaylik. Ishlarni kichik boshlaylik, puxta boshlaylik. Moliya hayotimizda, iqtisodiy hayotimizda, kishilik tanlashlarimizda ashamchilikni qo'g'lashmaylik, cho'ngchilikni qo'g'lashmaylik, ko'nglimizni pokiz tutaylik, ruhimizni pokiz tutaylik. Ammo igilik kelgan vaqtda igilik tiklash orqali o'zimizni tiklaylik. Ya'ni igilik tiklash orqali o'zimizni tiklagan vaqtda o'zimizning qobiliyatini joriy qildira olamiz, iqtisodiy ahvolimizni yaxshilay olamiz, boshqalarga nisbatan muayyan yordamlarni qila olamiz. Agar biz o'zimizning ishimizni yaxshi qilamasak, cho'ng nazariyalardan so'zlasak, bu qanday bo'ldi desa, osmon qarab piyoda yo'l yurgandek yoki bo'lmasa qumliqqa bino solgandek ish bo'ldi. Azroqli ishki bol yatavrisining bo'ldi, qachidigan ish bo'ldi. Shunga men kursantlarning bu qitimliq igilik tiklash ishini, kursini tugidi deb o'ylamasligini, davomli tirishishini, o'ziga talab qo'yishini umid qilaman. To'g'ri biz kursantlarning topshirgan narsalarini tekshirgan vaqtda, ko'rgan vaqtda men yoshlardan bir umid ko'rdim. Yana men 3 qiz. Siz texi endi yosh, endi siz texi dunyoga keldingiz, ko'zingizni ochdingiz igilik tiklash nisbatan. Siz qilgan ishlar nurg'un. Qonuniy kasblardan foydalanib igilik tiklashli bo'ladi. Kiyimlar aylashning texmi shu, injenerliklarning texmi yaxshi. Injenerlikda maktablarda o'qib, o'rtadoq tek universitetda o'qing, Amerikaga boring, Kanadaga boring, ilm fan texnik taraqqiy qilgan yerlarga boring, eng yaxshisini o'rganing, yaxshi narsalarni yasash, ijod qilish insoniyatga foydali ishlar. Berilayotgan darslarning ustozlarningki andigining natijasi. Mana ishlar shunday bo'ladi. Kichik-kichikdan boshlaymiz, yurishidi. Davomli bir-birini qo'llanglar, o'zimizni shunday qo'llaymiz. Kichik ishlardan buyuk natijalar, ya kichiklikda buyuklik deganimda shu. San o'zgarishdan sifat o'zgarish paydo bo'ladi. Hamsa minglarga rahmat.